Kirgili Neftchilar ko'chasida joylashgan ushbu 4 etajli domimizni ikkinchi etajda sotiladigan uy bor ekan. Hozir kirib ko'ramiz. Bu tomon FNPZ, bu tomonga Kirgili Kanchiga ketadigan yo'limiz. Koridorga kirganda sanuzel. Mana 2 xonali kvartiramiz. Bu yoqda zal. Bu spalniyani hozir qishligi sababli olib qo'yishgan ekan. Ijaralashchilar turibdi hozir. Oshxonamiz. Remont holati o'zlaring sotib olgandan keyin bemalol yana kosmetik remont qilib yashab turadigan xona. Uy egalari raqamini opsiyaniga qo'yaman, narxlarni opsiyaniga qo'yaman. Bemalol o'zlaring telefonlashib, narxni kelishib olsalaring bo'ladigan kvartiramiz.